Kolumbiyalik mutaxassislarning fikricha, K guruhida O'zbekistonning asosiy raqibi bu Kongo. Nega bunday deyishayotganini keyingi lavhada ko'ramiz. Bilasizmi, men hozir O'zbekiston haqida o'ylayapman. Ular Kolumbiyaga qarshi maydonga tushishadi, ularning murabbiyi Cannavaro va Cannavaro himoyaviy o'yin konsepsiyasini juda yaxshi biladi. Nafaqat himoyachi pozitsiyasida o'ynagan sobiq futbolchilik tajribasidan kelib chiqib, balki u bilan birga ishlagan murabbiylardan ham ancha narsalarni o'rgangan. Carlos, men yuqorida aytganimdek, Cannavaroning bir intervyusini o'qidim va u guruhdagi raqiblarga qarshilik ko'rsata oladigan jamoaga ega emasligini aytgan. Ya'ni ular raqib hujumlariga bardosh berib, chuqur himoyada va tartibli o'ynab, qarshi hujum taktikasida o'ynashadi. Bu mantiqan to'g'ri, sababi ularda boshqa variant ham yo'q. O'ylashimcha, 3-o'rinni egallash uchun ularda bundan yaxshiroq boshqa variant yo'q. Menimcha ular aynan 3-o'rin uchun o'ynashadi, lekin bu bilan syurprizlar bo'lmaydi, bitta o'yinda ham g'alaba qozona olmaydi demoqchi emasman. Bu bo'lishi mumkin, bunaqasi futbolda ko'p marta bo'lgan. Va Cannavaro ham eng yaxshi 3-o'rinni egallagan jamoalardan biri sifatida chiqishni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Menimcha bu mutaxassis o'z jamoasining darajasini, Kolumbiya va Portugaliyaning kuchini va asosiy raqibi Kongo ekanligini biladi. Albatta, Kolumbiyadan, Portugaliyadan ochko tortib olishga harakat qiladi, lekin himoyaviy o'yin evaziga. Ya'ni men o'ylaymanki, O'zbekiston umuman hujumga o'tmasa kerak. Umuman.